Har bir inson hayot yo'li birinchi qadamdan boshlanadi. Ammo ayrimlar shu birinchi qadam bilan tarix yo'lini boshlab yuboradi. Buyuklarning bolaligi Faxriddin Sodiq qalamiga mansub O'zbek kitobxoniga yangi ruh bag'ishlagan asar ana shunday insonlarning bolalik olamiga sayohat qiladi. Bu kitobda siz tarixda nom qoldirgan buyuk zotlarning yoshlik yillari, ularning orzulari, mehnatlari va sinovlari bilan tanishasiz. Biz ko'pincha ularning faqat buyuk holatida tasavvur qilamiz, lekin bu asar ularning bolaligi, beg'ubor orzulariga qaytaradi. Har bir sahifa bir saboq, har bir hikoya ilhom manbai. Muallif ularning bolalik yillarini nafaqat tarixiy fikrlar orqali, balki ruhiy kechirmalarini orzu va intilishlar orqali jonlantiradi. Siz bu kitob orqali bilasiz, Alisher Navoiy bola paytidanoq she'r yozgan, so'zning sehrini his qilgan. Ibn Sino 16 yoshidayoq tabobatning sir-asrorlarini o'rganib, odamlarga shifo bergan. Mirzo Ulug'bek bolaligidan yulduzlarga mehr qo'ygan, tungi osmonni kuzatgan. Zahiriddin Muhammad Bobur esa yoshlik chog'idanoq jasoratni tanigan, orzu yo'lida hech qachon taslim bo'lmagan. Ularning bolaligi orzu, mehnat va qat'iyat uyg'unligidan iborat edi. Muallif esa bu hikoyalarning har birini kitobxonlarga mehr bilan badiiy til va samimiy ruhda yetkazdi. Buyuklarning bolaligi bu oddiy kitob emas, bu o'tmish bilan hozirgi avlodni bog'laydigan ko'prikdir. Bu asar yoshlarning qalbida orzu urug'ini sochadi, kattalarga esa bolalarning har bir kichik qadami kelajakning buyuk qadamini ko'rishni o'rgatadi. Har bir bola kelajakdagi alloma, shoir, olim, yo'lchi, rahbar, faqat unga imkon, e'tibor va ishonch kerak. Bu kitob bizga shuni eslatadi: buyuklik bolalikdan boshlanadi.